Menelay formulasining isbotini keltirib chiqaramiz, qayerdan kelganini. Buning uchun AB kesmaga parallel qilib CK kesmani o'tkazib olamiz. Endi e'tibor bersak, bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash. Tomonlar nisbatini yozaman. FB taqsim CK teng bo'ladi BE taqsim EC qismga. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu kichkina uchburchak bilan katta uchburchak ham o'xshash. Shularning nisbatini yozaman. DC taqsim DA teng bo'ladi CK taqsim AF tomonga. Tepadagi tenglikni pastga o'rnini almashtirib yozaman. BE taqsim EC teng bo'ladi FB taqsim CK ga. Endi ikkala tenglikni ko'paytiraman. Ko'paytirsam nima bo'ladi? DC taqsim DA ko'paytirilgan BE taqsim EC teng bo'ladi. Ko'paytirganda CK lar qisqarib ketib FB taqsim AF qoladi. Shu ifodani bu tomonga o'tkazib olaman. Ya'ni bo'lib o'tkazaman, o'rnida 1 qoladi va tartiblab yozaman. AF taqsim FB ko'paytirilgan. Buni yozib olaman birinchi. BE taqsim EC ko'paytirilgan DC taqsim DA o'rnida 1 qoladi. Qarabsizki, Menelay teoremasi isbot bo'ldi.